kullanarak ezeli üzüntülerini sonra da azat ederek Azat ederek. Azat ederek. tekrar edin. Yok, azat ederek. Azat ederek bir an gelip yattılar. Evet. Özellikle özerklik üzerine Özdemir'e özgü, özgün ve özgür özellikleri izleyen Özbekli Özkan'la Özakman, ızgan, uzken, özülken ozanlara uzanarak ezeli üzüntülerini azalttılar. Sonra da kuşları azat ederek yan gelip yattılar. Evet, 20 dakika olmuş dersin başından bu yana. Hemen yeni metnimize geçelim arkadaşlar. Yeni metin yazdım. Hikayeyi bitirmek için uğraştım, bitiremedim. Biraz uzunca bir metin. O yüzden hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Sen yine oradan takip edebilirsin. Ben Peki hocam. kameranın yanındaki ekrandan görebilirim inşallah. Şimdi iniyoruz aşağıya. Diğer hikaye. Dümdüz aşağıya inelim. İn. Evet. Arkadaşlar, toplam 20 ders olacak biliyorsunuz eğitimimiz. Şimdi 4. derste büyük ölçüde artikülasyon meselesini çözmüş olacağız. Bir sonraki ders, 5. dersimiz hem bir artikülasyon çalışması yapacağımız, artık bu işin finalini gerçekleştireceğimiz artikülasyon anlamında, hem de yavaş yavaş haber metinleriyle haber spikerlerinin çalışmalarına dahil olacağımız bir çalışma olacak ve artık yavaş yavaş dil, dudak, çene egzersizleri ve benzeri çalışmalarda yapacağız. Şimdiye kadar biraz sizi malumat sahibi yaptık. O yüzden işin pratik bölümü çok fazla olmadığı için bu tarz çalışmalar yapmadık ama bundan sonraki süreçte bu biraz daha fazla olacak. Bir Yeşilçam hikayesi. Bir Ağustos akşamı. Bunu daha önce işlemiştik. Şimdi beni sevgili tahtamla yan yana getirin. 1 Ağustos. Burada 2 farklı A var demiştik. Tabii çok tatlı bir A bu A. Şöyle şunu koyayım. Önümüzü ilikleyelim dostlarımızın karşısında. Bak hemen tahtayı görünce Jack hemen KC'sini de çok iyi bir zamanlama. Evet, tekrar akıllı, uslu, güzel tahtamız için Jack teşekkür ediyoruz. Bu A'yı açık A, birinci A açık, ikinci A, özür diliyorum. Evet, birinci A açık, ikinci A kapalı A, Ağustos. Ağustos değil, Ağustos da değil, Ağustos. Birinci A açık, ikinci A biraz daha kapalı. Ağustos, evet görelim, metnimizi görelim. Bir Ağustos akşamı mütevazı bir evde, mütevazı, gerek yok oradan görüyorum. Mütevazı bir evde. Mütevazi ile mütevazı arasındaki fark ne? Bu i harfi var ya arkadaşlar. Mütevazi, i'li olunca birbirine paralel anlamına geliyor. Birbirine eşit, birbirine paralel demek. Mütevazi. Ama mütevazı ne demek? Tevazu ehli demek. Mütevazı bir evde dünyaya gelmişti. Yoktu o zamanlar sezaryen filan. Bak sezaryen biliyorduk değil mi? Değilmiş. Sezaryenmiş doğrusu. Sezaryen filan. Çok ıstırap. Doğrusu şimdi bu ıstırap kelimesi Türkçeleştiği için böyle. Normalde ıvtırab. Önce Z harfiyle söylüyoruz. Sonra T. Bazıları ızdırap diye de söylüyor. TDK zaman zaman ıstırap diyor. Son zamanlarda galiba ızdırap diye yazıyordu TDK'de ama ben daha doğrusu bunu tercih ediyorum. Çok ıstırap çekti anacı. Kan akışını durduramadılar. Kan akışını değil mi? Ulama var burada. Kan akışını durduramadılar. Tencerede kaynatılmış mendillerle tampon yaptılar. Tampon değil, tampon. Tampon yaptılar. Bakın mendillerle dedim ama onu çok es geçmeyelim. Bu da çok
sık yapılan bir hata. Şu Mendil. kapalı. Mendil. Mendil. Mendil değil, mendil. Mendil. Mendillerle tampon yaptılar Tampon. ama kâr etmedi. Ambulans çağır. Ambulans değil, ambulans çağrıldı. Ambulans. Çağırıldı değil, çağrıldı. Çağrıldı. Nu yerine nu diyoruz. Numune. Numune hastanesine yetiştirdiler. Hastanesine Nafile. yetiştirdiler. Bakın Nafile. numune derken Numune. ne oluyor? Parlak ne? Bak iki farklı neden bahsediyorduk ya. Burada ortaya çıktı. Numune hastanesine Numune. yetiştirdiler. Numune Nafile. hastanesine. Mütehassıs hekimler de Nafile. deva bulamadı. Nitekim Mütehassıs sabaha hekimler de karşı deva hayatını bulamadı. kaybetti annesi. Nitekim Şimdi orada sabaha karşı hayatını yazıyor. kaybetti Yani şaka annesi. yok. Olsun. Biz Şoförlük onu yaparak sabaha ekmeğini kazanan karşı Tevfik. diye okuyacağız. Sabaha değil, sabaha. Sabaha karşı. Şoförlük yaparak ekmeğini kazanan Tevfik, oğlu olduğuna sevinememişti bile. Bakın, Ekmeğini oğlu, çift o okuyoruz. Yani şöyle de yapabiliriz. Oğlu, oğlu olduğuna sevinememişti bile. olduğuna Yani sevinememişti oğlu bile. demiyoruz değil mi? Oğlu. Oğlu olduğuna Sevinememişti bile. sevinememişti bile. Kendisinden 5 Sevinememişti yaş bile. genç olan, Kendisinden 5 5 yaş yaş genç olan genç olan ve ve yıllar yıllar sonra anneliği tadacak hayat tadacak arkadaşını hayat yitirmişti. arkadaşını Tadacak, yitirmişti. tadacak. Bunları hatırlayalım arkadaşlar. Tadacak. Tadacak, tadacak, tadacak. Evet, Tadacak. tadacak hayat arkadaşını yitirmişti. Üstelik öksüz dünyaya gelen mahdum ne demek mahdum? Kendisine hizmet edilen. Evet, kendisine hizmet edilen demek. Mahdumu da prematüre doğmuştu. Zavallı bebek nefes almakta güçlük çektiği için yeterli oksijeni alabileceği oksijen diyenler oluyor. Oksijen alabileceği gelelim bir sonraki kelime önemliydi. Alabileceği. Böyle okunuyor. Alabileceği. Dur, Musa abi kızıyor tek renk yazıyorum diye. Düzeltiyorum. Alabileceği. Oldu mu Musa abi? Tamam. Alabileceği kuvöze yerleştirdiler. Küvöz değil, kuvöze yerleştirdiler. Kuvöze. O kadar küçüktü ki bezin üstüne Kuvöze. geçirilen Kuvöze. külot bile Yerleştirdi. gövdesi kadardı. O kadar Külot küçüktü ki değil, bezin külot. üstüne geçirilen Cenaze öğle namazını müteakip kılındı. gövdesi Öğle. kadardı. Gövdesi kadardı. Öğle. Açık ö, kapalı öğle. Öğle namazını müteakip. Namazına değil. Bakın koca koca holdingler, siyasi parti temsilcilikleri filanca kişinin işte şu yakını vefat etmiştir. Cenaze öğle namazına müteakip diyorlar. Halbuki Müteakip. namazına değil, namazını müteakip. Metne dönelim. kılındı. Cami bahçesinde taziyesini bildirenler Cami Metin ol bahçesinde diyordu. Metin. taziyesini Normalde Metin bildirenler diyoruz değil mi? Metin. Metin oğul diyordu. İ'yi uzatmıyoruz. Metin diyoruz. Ama ek aldı. O yüzden Arapçadaki doğru ifadesiyle söylüyoruz. Metin ol diyordu. Var mıydı başka alternatifi? Dikkat ettiyseniz alternatif Türkçe bir kelime değil, Arapça, Farsça bir kelime de değil. Bizim böyle bir şeyimiz de yok yani. İlla Farsçadan, Arapçadan gelsin, İngilizceden, Fransızcadan, Almancadan, Rumcadan, Ermenice'den, işte Slav dillerinden gelenlere bunu yapamayız artık. Bütün bu kelimeler bizim olmuş. Biz bunları söyleye söyleye dilimizin bir parçası haline getirmişiz. Bu saatten sonra alternatif kelimesine başka bir alternatif aramanın anlamı yok. Bizim olmuş. Değil mi? Şey kelimesi. Haklı. Ne yapalım? Şeyi Arapça diye atalım mı yani? Şey kelimesini attık. Ne yapacağız? Yerine başka bir şey bulacağız. Ya başka bir şey bulmaya ne gerek var? Şey bizim işte. Artık bizim olmuş. Bunu kullanalım. Evet. Kelimemize devam edelim.
Öksüz yavrusunu bırakıp nereye gidecekti? Feryat figan etse. Figan değil, figan. A'yı uzatıyoruz ama. Yalnız başına söylediğimizde Figan. uzatmıyoruz. Fakat eğer ek alırsa, ki burada ek aldı. Neden ek aldı? Çünkü biz ne yaptık? Ulattık. Ulama olduğunda figan etse bir yararı olacak mıydı? Yararı değil, yararı olacak mıydı? Bilakis daha da zorlaşırdı her Yararı. şey. Bilhassa bugün güçlü olması lazımdı. Lazım dememek lazım. Bunu bana Bekir abi öğretti. Lazım Böyle dememek. söylersek çok güzel olur Ne? dedi. Lazım. Bu da olması lazımdı. Lazım dememek lazım. Bunu bana Bekir abi öğretti. Fark Böyle nedir? söylersek çok güzel Lazım. olur dedi. Lazım dememek lazım. Evet. Lazım. Artık bir bebeğin Lazım. sorumluluğu onun omuzlarındaydı. Omuzlarındaydı değil mi? Bak bu çok mühim. Arkadaşlar. Hani ağız yapıyor, şive yapıyor diyorlar ya, buradan kaynaklanıyor. Tek beni al, evet. Omuz. Şunu sileceğim. Bak ya, tahtayı da ne kadar güzel kullanıyor. Böyle de zor oluyor ama Musa abi. Heh. Heh. Omuzları. Şimdi bu A normalde omuzlar dediğinde A açık. A ile ilgili bir problemimiz yok. Ama I sesi var ya, şu I sesi eklendiğinde A'yı daraltıyor. Omuzları. Evet, bir daha söylüyorum. Omuzları. Omuzlar diyoruz normalde. Omuzlar. A açık ama yanına Omuzlar. dar ünlü. Arada tek bir harf Omuzlar. varken geldi ya, A'yı daraltıyor. Omuzları, omuzları oluyor. Omuzları. Evet, devam edelim. Omuzları. Omuzlarındaydı. Omuzlarındaydı. Şimdi bir şey buluyorum. Ah, büyük adamsın. Çok teşekkür ederim. Genç olsa belki diye de öğretiliyor. Genç Belki, belki dememek için. Belki. Ben belki de demiyorum. Belki de demiyorum. Belki. Düz E Belki. kullanıyorum. 3 farklı E'den bahsediyoruz ya, bu düz E. Belki de demiyorum ben. Tabii Belki. birçok TRT spikeri, kıymetli hocamız belki diyor. Belki. Bazıları da belki diyor tabii. Ben o bazılarının belki deyişini tercih ediyorum. Belki yerine, belki yerine ortadaki E'yi Belki. kullanıyorum. Belki diyorum Belki. arkadaşlar. Belki. Biraz daha kolaydı işi, lakin şimdi hem Belki. annelik hem babalık yapacaktı oğlu Talha'ya. Hem yerine hem diyoruz. Tevfik saatlerce hastane bahçesinden öylece seyretti sokağı. Öylece seyretti sokağı. Sokağı yerine sokağa diyoruz. Sokağa. Hemşireler, evinize gidebiliriz. Yoğun bakımdan çıkacağı zaman haber vereceğiz. Yoğun bakım, yoğun yerine yoğun bakımdan çıkacağı zaman haber vereceğiz dese de gidemedi. Giriş kapısının tam karşısındaki banka oturup günlerce bekledi. Kapının boşluğundan arkadaki kirişin üstündeki levhayı okumaya çalışıyordu. Okumaya çalışıyordu. Üstündeki Kırık levhayı okumaya çalışıyordu. Kırık lambanın Bak bu biraz zor bir kelime. biliyor musunuz? loşluğunda. Loşluk. Önce lo diyorsun, parlak. Lo'yu Harflerini çıkarıyoruz. Lo. tam Sonra seçemediği, loş. Tabii çerçevede yani şey kadar iyi Şimdi çıkaramıyorum ama muteber neydi o bir ünlü nesne yok. türkücümüz? Mahmut Devlet Tuncer gibi. kadar iyi Olmaya lo devlet diyemiyor cihanda olabilir ama bir nefes yani ben de gibi. elimden geldiğinde yapıyorum. Loşluğundan harflerini değil, harflerini. Normalde Harfleri. harfler diyoruz. Bak harfler demiyoruz. Harfler diyoruz. Ama Harfler. yanına i geldi ya, hani i gelince, dar ünlü gelince ne oluyordu? A, E daralıyordu. Hatta o, Ö de daralıyor. Ama onlarda daha ziyade U ve Ü seslerine komşu oluyorlar. Bizim O ve Ö seslerimiz. Evet. Harflerini tam Harflerini. seçemediği çerçevede halk içinde Harflerini. muteber bir nesne yok devlet Halk gibi. içinde muteber nesne Olmaya, yok devlet olmaya. gibi. İkisi de kabul. Olmaya, Devlet cihanda bir devlet nefes bir sıhhat nefes gibi sıhhat yazıyor. gibi.
yazıyor. 55 yaşında. Mülayim 55 mizaçlı. yaşında. Mülayim Mülayim mizaçlı. mizaçlı. Mizaç değil. Mizaç. Mizaç. Mizaçlı. Doğru mu biliyorum? Mizaç. Mizaçlı. Ama şey olunca mizacı oluyor. Ek alınca mizaç diyoruz. Ama ek alınca mizacı oluyor. Yine de kontrol edelim. Hata etmeyelim. Şöyle mizaç diye yazalım. Arkadaşlar kubbe altı lügatı çok önemli. Kubbe altı lügatı bizim olmazsa olmazımız. Mim, z, elif, cim. Evet. Mizacı diyoruz. Mizaçlı fakat ek alınca mizacı oluyor. Mizaçlı. Mizaçlı kelimeyi görelim. Mizaçlı, yüreği şefkat dolu bir adamdı Tevfik. Şefkati işlemiştik biliyorsunuz. Mizahi tarafı da olan, mizahi değil, mizahi tarafı da olan ama ağır başlılığından, değil mi Mustafa abi? Ağır başlı değil, ağır başlılığından ödün vermeyen bir karakterdi. Ödün. Billur Hanım'la hanım yerine hanım diyoruz değil mi? Niye ı var orada işte? Tanıştığında 27'sindeydi. O zamanlarda kısa bir süre önce benzincide çalışmış. Benzinci değil bak benzinci. Sonraları taksi şoförlüğüne başlamıştı. İstanbul Üniversitesi'nin üniversitesi değil. Üniversite hiç değil. Üniversite. Ulama da yaparız. İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi'nin önünde sağanak yağmur altında. Sağanak değil, sağanak. Sağanak yağmur altında kendisine işaret eden pardösülü kızcağızı. Bu pardösü kelimesi de çok mazlum bir kelimedir. Çok egzoz gibi söylenişi farklı rivayetlerle gelir ama doğrusunu bildiğimiz kadarıyla böyle. Pardösülü kızcağızı biraz geç görmüş ve bir hayli ilerlemiştir. Bir hayli ilerlemiştir. Yağmur bardaktan boşalırcasına yağıyordu. Görmezlikten gelemezdi. Görmezlik, duymazlık, tanımazlık değil mi? Görmemezlik, duymamazlık, tanımamazlık değil. Görmezlik, duymazlık, tanımazlık. Oraya maalesef birçok arkadaşımız ekstra bir hece daha iliştiriyor. Görmezlikten gelemezdi. Fites değil bak vites. Hemen geri takıp döndü ve arabasına buyur etti genç kızı. Tabi buyur etti de diyebiliriz ama artık o buyur etti olmuş. Billur mahcup edasıyla. Mahcup değil aslında mahcup. Fakat sonraları nedense yazarken onu mahcup diye düzeltiyor. Sözlük doğrusu mahcup. Mahcup eda. Ben şöyle eğileyim istersen. İyi mi böyle? Tamam. Mahcup edasıyla gideceği adresi söylerken Tevfik'in sokağını tarif ediyordu aslında. Tevfik'in sokağını. Şimdi hocam bu özel isim. Kastamonu'nun K'siyle bitiyor. Ne yapacağız? Tevfik'in diyeceğiz. Arkadaşlar özel isimleri artık Türkçemize dahil olmuştur. Bu bir tartışma konusu. İki farklı görüş de var. Tevfik'in, Tarık'ın, Zonguldak'ın diye okuyanlar, böyle okumayı tercih edenler var. Hatta ben bugün işimi sağlama aldım. Tabii ben Zonguldak'ın diyorum ama Tevfik'in mi desem, Tevfik'in mi desem diye yine de tereddüt ettim ve ustama danıştım. Nisan Kumru çok kıymetli, çok değerli bir büyüğüm, ilminden de müstefid olduğum bir abim. Bazen böyle ilmine danışacağınız, istifade edeceğiniz isimlerin olması çok kıymetli. Bugün aradım, beraber istişare ettik. O da böyle yaptı. Acaba o muydu, bu muydu? Şöyle desek şöyle olur, böyle desek böyle olur. Sonra dedik ki Tevfik'in, Tarık'ın, Zonguldak'ın demeyi tercih edelim dedik. Yani icazetimi de aldım öyle söyleyeyim. Tevfik'in kelimesinden devam edelim. Tevfik. Evet. Tevfik'in sokağını tarif ediyordu aslında. Bu tevafuk bir anda dikkatini çekmiş ve
Bu tevafuk değil mi? Birbirine denk gelmek, tevafuk etmek. Bir anda dikkatini çekmiş ve tecessüsle dikiz aynasından billura bakmıştı. Tecessüs normal şartlarda iyi bir haslet değildir. Bir işin ve bilhassa başkalarının işte çok da bize lazım olmayan bilgilerini araştırmak, iç yüzünü öğrenmeye çalışmak. Şimdilerde ne diyorlar? Mustafa sen bilirsin bu kelimeyi. Bilmiyor musun? Stalklamak. Şimdilerde ona stalklamak diyorlar. Fakat eskiler Mustafa abi tecessüs diyorlarmış. Casus kelimesiyle aynı kökten geliyor. Evet. Tecessüsle dikiz aynasından mıydı? Neydi? Mouse'la lütfen bana gösterin fareyle. Tecessüsle dikiz aynasından billura bakmıştı. İlk defa görmüştü bu simayı. Yeni taşındınız herhalde dedi ve saniyeler içerisinde kendi kendine cevaplar sıraladı. Belki misafirliğe gidiyor. Hem sana ne? Nereye giderse gider. Derken bu sefer şaşkın bir edayla billur baktı dikiz aynasına ve bakışlar derken A açık çıktı. Yanına I gelince bakışları gibi oldu. Bakışları kilitlendi iki gencin. Kitlenmek değil, kilitlenmek. Evet dedi billur utana sıkıla. Muhatabının cevabı. Muhatap. A, sondaki A açık ama I geldi, kapandı. Muhatabının cevabıyla cesaretlenen Tevfik, hoş geldiniz sokağımıza. Sokağımıza değil, sokağımıza. Hoş geldiniz sokağımıza. Doğup büyüdüğüm yerdir orası. Doğup büyüdüğüm yer. Burada ne oldu? Yumuşak G'yi aradan çıkarıp attık. Doğup. O-U-P. Doğup büyüdüğüm yerdir orası. Hala orada oturuyorum. Hala desem olur mu? Hala orada oturuyorum dedi. İki genç daha fazla tek kelime etmeye dahi cesaret edemedi. Orada ne vardı? Ulama vardı. Evet. Cesaret edemedi. Radyoda klasik müzik çalıyor. Allah'ım gerçekten Tevfik çok uzun arabayı yazmışsınız ya. Ağır sürüyor ve Ne kadar olsun güzellik ya. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hecc suresi. Hecc suresi 78 ayetlik sure bulup, köp sallıq müfessirler bu surenin 19. ayetinden başlap 24. ayetici bulgan 6 ayet Medine'de, kalgan ayetlerinin hemisi Mekke'de nazil bulgan dep qaraydı. Bu surenin asaslık məqsədi Allah Taala'nın çeksiz kudretinin bazı alametlerinin bayan qilish arqılıq onu ulug'lashning ve onunğa to'liq itoat qilishning zo'rligini bildirishdan ibarettir. Allah Taala bu surede ölgenden keyinki terilishning rostligini, qiyomatning ba'zi ko'rinishlarini, mushriklarning aqidasining xatoligini, ularning masjidi haram to'g'riliq mavqesini bayon qiladi. Ondan haj ibadatining ba'zi ahkomlarini bayon qiladi.
Bu surda hac ibadetining dastlabda payg'ambarlarning peshvosi İbrahim alayhissalomdan boshlanganligi va oxiri Hazrati Muhammad alayhissalom tarafidan mukammal tusalganligiga doir masalalar bayon qilinganligi uchun bu sura Haj surasi deb atalgan. Qiyomatning dahshati. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يدله ويهديه إلى عذاب السعير. Tercümesi: Nəhayət şəfqətlik, tolumu mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey insanlar, Rabbinlardan qorqunlar. Qiyametning zilzilasi haqiqatan dahshatli bir hodisadir. Sizlar uni ko'rgan kunda har bir emitayotgan ayol qo'rqqandan emitayotgan bovuqini unutadi. Har bir homildarning bo'yidan ajrab ketadi. İnsanlarni mast holatida ko'rsan, halbuki ular amaliyotda mast emas, lekin Allohning azobi qattiqdir. Shun ular ashundoq bo'lib qoladi. Ba'zi kishilar Allohning o'liklarni tirildirganligi qudrati to'g'risida dalilsiz munozirlashadi va har bir gardanga shaytonga ergashadi. O shayton to'g'riliq shundoq belgilanganki, kimki shaytonga ergashadi ekan, shayton albatta uni azdirdi va yalqinlik o't azobiga boshlaydi. Tafsiri: Ey insanlar, Rabbinglardan qo'rqinglar. Uning jazosiga uchrab qolishdan hazar aylanglar. Shak shubhasizki, Alloh taoladan ayminish, uning azobidan hazar aylash taqvolikning alomati bo'lib, taqvolik Alloh taolaning amr farmonlarini o'rinlash, to'sqinlardan yenish, dunyo va oxiratlik har qanday bir ishni qadr qilib ixlos bilan qilish orqali hosil bo'ladi. Qisqasi, taqvolik Alloh taolaning amriga xiloflik qilishdan qo'rqish bilan hosil bo'ladi. Alloh taolo bu so'zning beshida barliq insoniyatni Alloh taoladan qo'rqishga, uning azobidan hazar aylashga buyurgan. Anan qiyomatning ba'zi ko'rinishlarini tasvirlash orqali insonlarni oxiratning azobidan ogohlantirishga, qilgan atganlardan so'roq qilinadigan qiyomat kunini unutmaslikqa, u kunning azobidan saqlanish uchun yaxshi amallarni qilishga buyurgan. Aniqki, qiyomat kunining azobidan saqlanishning yo'li Alloh taoladan qo'rqish va taqvolik doirasida ish ko'rishdir. Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, bu surning beshidagi ikki oyat, ya'ni Mustalaq urushi bo'lgan kechasi nozil bo'lgan bo'lib, Payg'ambar alayhissalom bu oyatni sahobalarga o'qib berganda, sahobalar ko'z yosh qilishgan. Hatto ba'zi sahobalar biz u kechada yig'i ko'p bo'lgan kechini ko'rmadik degan. Ey insonlar, Rabbinglardan qo'rqinglar, chunki qiyomatning zilzilasi to'liq dahshatli ishdir. Zilzila qattiq tavrinish deganlik bo'lib, qiyomat qayyum bo'lishining oldida koinotda umumyuzlik qattiq tavrinish yuz berdi. Qiyomat kunida kofirlarning beshiga keladigan azob tixmi dahshatli va tixmi qattiq bo'ladi. Ba'zi mufassirlar qiyomatning zilzilasi qiyomat qayyum bo'lishidan burun quyosh kun petishdan chiqqanda bo'ladi deb qaraydi. Yana ba'zi bu zilzilaning qiyomat qayyum bo'lish bilan birga boshlanganligini ilgari surgan. Yana ba'zi mufassirlar zilzilaning oxirat kunining birinchi kuni bo'lganligini ilgari surgan. Qiyomat kunining dahshatidan u kunda har bir sut emitayotgan ayol qattiq qo'rqib ketib tarqab qolganlikdan emitayotgan bovuqini unutib ketadi. Her bir hamildar ayol boyundan ajrab ketdi. O kunda sen insonlarni mast bo'lib qolgan holati ko'rsan. Halbuki ular amaliyotda mast bo'lib qolgan emas, balki ular dahshatli qo'rqinchda gangrab qolganlikdan ular shundoq mastak bo'lib qoladi. Bu tixi kofirlar azobni tetishdan burungi ahvoldir. Alloh taolaning kofirlarga tayyorlagan azobi tixmi qattiqdir. Yawma tarjufur rajifa tatba'uha radifa qulubu yawma izin wajifa absaruha xoshi'a. Ya'ni sur birinchi qatim chilinish bilan barliq shaylar tavrab halok bo'lib ketadigan, uning orqasidan sur ikkinchi qatim chilinadigan qiyomat kunda sizlar cho'qim tirildirsizlar. Bu kunda kofirlarning dillari qo'rqinchdan titrab ketadi. Qo'rquvchilarning ko'zlarida xorliq aks etadi.
Qiyomatning ahvoli shundoq dahshatli tursa-mu, insonlar uning azobidan qayta-qayta ogohlantirilgan bo'lsa tursa-mu, yana ularning nurg'uni bundan ibrat olmaydi. Bu dahshatli kunda salomatlikka va omonlikqa erishishning chorasini qilishga, aniqroq qilib aytganda oxiratlik uchun tayyorlik ko'rishga tirishmaydi. Cho'ng kichik barliq qilmishlardan bir-birlab hisob berdiganligini asdan chiqarib qo'yib, g'aflat ichida umr o'tkazadi. Haqiqat xuddi quyoshdek ochiq va oshkor tursa-mu, ba'zi odamlar hech bir dalil isboti yo'q turib, Alloh taolo to'g'riliq, uning sifatlari to'g'riliq va uning ishlari to'g'riliq, shundoqla uning o'liklarni terildirishga qudrati to'g'riliq bas munozara qilishidi. Ular kishilarni haqiqatga erishishni to'sadigan insoniy shaytonlarning, ozg'un yo'lboshchilarning hiyla mikrlariga aldanib shundoq qiladi. Alloh taolo shaytonlarga va nafsi xohishiga erishishning ochiq ozg'unlik va cho'ng ziyankorlik ekanligini xuddi bozorlardagi tovarlarning ustiga chaplab qo'ygan baholarga o'xshash nihoyat aniq va tushunishli bayon qilib ogohlantirgan bo'lsa-mu, buningdan ibrat olishni bilmaganlar, aqlini joyida ishlatmaganlar bu qimmatli va nasihatlarni anglamay, ozg'unlarga erishib do'zaxning yo'lini tanlab oladi. Shayton to'g'riliq shundoq putilib ketganki, insonlardan kimki shaytonning yo'liga erishadi ekan, uning nayronlariga oldindi ekan, shayton uni cho'qim ozdirib ketdi va do'zaxning yo'liga boshlab boradi. Shunga inson o'zining ashaddiy dushmani bo'lgan shaytonga qat'iy ergishmasligi va uning hiyla mikrlariga aldanmasligi lozim. Shayton uni biror yomon ishga yoki biror gunohni sodir qilishga kuch kiritganda, Alloh taologa sig'inib, shaytonning yomonligidan va ozdirib ketishidan panoh tilishi zarurdir. Muhim nuqtalari: qiyomatning dahshati haqiqatan qattiq bo'lib, insonlar qo'rqqandan asosini yo'qotgani tas qoladi. Haqiqat har zaman ustundir. U botil ustidan cho'qim g'alaba qiladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda yoki hadislarda kelgan bo'yicha tunish Alloh taoloning Qur'oni Karimda yoki hadislarda kelgan bo'yicha tunish lozim. Alloh taoloning bu ikki manbada kelmagan ismlar va sifatlar bilan atashqa bo'lmaydi. 4. Shaytonlarning aldan xaltasiga tushib qolganlar agar tavba qilib to'g'ri yo'lga qaytmasa, oqibati do'zax bilan natijalanadi. Terilish dalillari: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Tercümesi: İyi insanlar, eğer sizler ölgəndən keyin tirilishdən şəklənсәңләр, şunu bilinglar ki, biz sizlərə qudretimizni bayan qilish üçün sizlərni tuproqdan, ondan abi mənidən, ondan alaqdan, ondan şəkil kirgizilgan və kirgizilmagan go'sht parchasidan yaratdik. Biz tug'ilishini xohlagan törəlmini balyatqıda muayyan müddətgacha qaldırırız. Ondan sizlərni bovoqliq holatinglarda chiqaramiz. Ondan sizlərning qiron vaqtinglarga yetishinglar uchun sizlərni kuch-quvvatga to'ldiramiz. Ba'zinglar yosh turibla vafot bo'lib ketisizlar, ba'zinglar ilgari bilgan narsani hech narsani bilmaydigan bo'lib qolgudek qiyirib ketguncha hayot qoldirisizlar. Ey payg'ambar, sen zaminning qaqa salati turganligini ko'rsan, uningga bir yomg'ir yog'dirsak, u jonlanadi, ko'pidi va turli chiroyli o'simliklarni undirib beradi. 6. Bu Allah'ın haqiqatligini, o'liklarni cho'qim tirildiradiganligini va hamma narsaga albatta qodir ekanligini sizlarga bildirish uchundir. 7. Shundaqla qiyomatning kelishida qilchi shak yo'q ekanligini, qabrlardagi o'liklarni Allohning tirildiradiganligini bildirish uchundir. Tafsiri: Ey insonlar, agar sizlar o'lgandan keyingi tirilishdan shaklansanglar, sizlar o'zinglarning nimadan yoritilganliklaringlarga qarab yiqinglar.
Ayetdeki xitap her zamandaki ve her joydagi inson jinsiga qaratilgan umumiy xitop bo'lib, qiyomatning bo'ldiganligiga va o'lgandan keyingi terilishning rost ekanligiga qarata shakllanib qolganlar uchun bir munozaradir. O'lgandan keyingi terilishni inkor qilguvchilarning safsatlari. İnsan o'lgandan keyin uning badani chirib tuproqqa aylanib ketgan. Hatto boshqa narsaga aylanib ketgandan keyin uni kim asli qaytirib qaytadan inson qila oladi. Ya'ni odam badani kuyib kul bo'lib ketgan yoki yirtqichlarga yem bo'lib ketgan bo'lsa, uni kim asli keltira oladi deganlardan iborat edi. Alloh taolo inkorchilarning bu safsatlariga ajallik radiyalarni berib, ularga qarshi po'latda kuchli dalillarni o'tirib qo'ydi. Va in ta'jab fa'ajabun qawluhum a iza kunna turaban a inna lafi xalqin jadid. Ya'ni ey payg'ambar, agar ajablangan bo'lsam, kofirlarning biz to'piga aylanib ketgandan keyin yangidan yaratilamdiq degan so'zi ajablanishga tegishlidir. Fasayaquluna man yu'iduna qul allazi fatarakum awwala marra. Ya'ni ular bizni kim tirildirdi deydi. Sizlarni dastlab yaratgan zot tirildirdi degan. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Yani insan bilmemdi ki biz onu abimenden yaratkan. Abimenden yaratkan edik. Mana endi bo'lsa u oshkora husumatchi bo'lib qoldi. U bizga chirgan sumaklarni misol qilib ko'rsatdi. U o'zining yaratilganligini unutib, bu chirib ketgan sumaklarni kim tiriltira oladi dedi. Va yaqulul insanu a iza ma mittu lasawfa ukhraju hayya. Awala yazkurul insanu anna xalaqnahu min qablu va lam yaku shay'a. Ya'ni kafir inson men o'lgandan keyin rostla terilib qabrimdan chiqarilamdiman deydi. O insan bizning uni ilgari yo'qdan bar qilganligimizni o'ylab boqmamdi. Oxiratdagi terilishning rost ekanligini ta'kidlaydigan oyatlar va hadislar intayin ko'pdir. Kofirlarning oxiratdagi terilishni inkor qilishi faqatla ularning xato tasavvuridan kelib chiqqan asossiz inkordir. Chunki ular Alloh taoloning hammaga qodir ekanligini, mahluqotni yo'qdan yaratgan zotning uni qaytadan asli keltirishga albatta qodir ekanligini bilmaydi. Ey insonlar, agar sizlar o'lgandan keyin terilishga shak qiladigan bo'lsanglar, o'zinglarning paydo bo'lish jarayonlarini esga olinglar. Sizlar bejirim inson bo'lib yaratilishinglar uchun 7 bosqichni boshdan kechirdinglar. Bu bosqichlar bir-biriga tamoman o'xshamaydigan ayrim-ayrim bosqichlardir. Bular tuvandikcha. Birinchi bosqich. Sizlarni tuproqdan, ya'ni biz sizlarning ota-onalar Odam alayhisalomni tuproqdan yaratgan edik. Sizlarni bo'lsa spermasidan, ya'ni abi manidan yaratdik. Boshqacha aytganda abi mani qondan, qon yemekliklar o'simliklardan, o'simliklar zamindan chiqadi. Natijada inson vujudi tuproqdan barliq kelgan bo'ladi. Ondan abi manidan, ya'ni er bilan ayol ikkisining spermasidan yaratdik. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Ya'ni ondan uning naslini arzimas sunuq javhari bo'lgan manidan yaratdi. Ondan alaqdan, ya'ni ayolning baliyatqusiga kirgan millionlarcha urug'dan to'rilishga tanlanib, baliyatning temiga eslab qolgan urug'dan yaratdik. Shaksizki sperma suv tarkibidagi suyuqlik bo'lganlikdan u uyul qonga o'xshamaydi. Ammo Alloh taolaning qudrati bilan bu suv tadrijiy holda uyul qonga aylandi. Buningdan boshqa narsaga aylanib ketgan narsani asli keltirishni qaytarishning mumkin ekanligiga ishorat bor. Ondan shaklga kirgizilgan va kirgizilmagan parcha go'shtdan Alloh taolaning qudrati bilan tuproq suvga, suv qonga, qon go'shtga aylandi. Ondan sizlarni bu vaqtli qoltinglarda chiqaramiz. Ya'ni sizlar onalarning qarnidan harakat qiladigan, nafas oladigan, emadigan bu vaqtga aylangan holtinglarda chiqaramiz. Onalarning qarnidan nafas oladinglar, g'izalanatinglar. U chog'dagi hayotinglar onalarning hayotiga bog'liq hayot edi. Keyin sizlar onalarning qarnidan chiqish bilan mustaqil bir hayotga ega bo'ldinglar. Ondan sizlarning qiron vaqtinglarga yetishinglar uchun sizlarni kuch-quvvatga to'ldiramiz. Bu Alloh taolaning cheksiz qudratining dalillaridan bo'lib, u hammaga qodir bo'lgandek hayotlikqa amli ko'z ochgan. Bu vaqtga oldi bilan onasining emchikini emishni ilhom qiladi. Ondan uningga asta-asta yashashning yo'llarini o'rgatadi. Ondan u tadrijiy holda aql, kuch-quvvat jihatda takomillashib qironiga yetadi.
Ba'zilar yosh turibla vafot bo'lib ketisizlar. Ba'zilar ilgari bilgan narsani hech narsani bilmaydigan bo'lib qolgudek qirib ketguncha hayot qoldirilsizlar. Alloh taoloning taqsimoti bir xil bo'lmaydi. Buningdagi hikmatni Alloh taolo o'zi biladi. Alloh taolo ba'zi bandalarning umrini qisqa qilsa, ba'zisining umrini uzun qilib belgilgan. Alloh taolo belgilgan ajalning vaqti soati kelganda ular darhol o'ladi. İnsanın ömrü uzun bulup, yeşi çoğayğansırı onun güç kuvveti ve akli acizleşikə başlayır. Onun akli ve his duyguları tənsaqlıqqa acizlaşqan iken, o burun bilgələrini biləlməydiğən, hətta esig alınmaydiğən halət getib qalıdır. Bu, həmi bildiğən reallıqdır. Allahullazi xalaqakum min da'fin, thumme ja'ala min ba'di da'fin quvveh, thumme ja'ala min ba'di quvvetin da'fav ve şeybeh. Yaxluqu ma yasha ve huvel alimul qadir. Yani, Allah sizlarni aciz yaratgan, ondan acizlikni kuchli qilgan, ondan kuchlikdan aciz qilgan va sizlarga xayrlikni yetkazgan zotdir. Allah nimani xohlasa shuni yaratadi. U hammani bilguchidir, hammaga qodirdir. Ey insonlar, sizlar oxiratga terilishga qanday mushrik qilasizlar? Halbuki o'lgandan keyingi terilishning ko'rinishlarini har kundagidek ko'rib turibsizlar. Sizlar ustida yashayotgan shu zamonga qarab yaqinlarki, u aslida harakatsiz, hayotsiz, o'simliksiz bir qaqas yer bo'lib, Allah Taala onunğa yağmur yağdırğandan keyin o qaqasının hareketlendi, canlandı ve köpüşüdü. Ondan Allah Taala onundan türlü çıraylık ösümlüklerini öndürüp çıqırdı. Qur'on Karimning badiyligiga qaraydigan bo'lsak, o'lgandan keyingi terilishning rostligini isbotlash uchun jonliqlar bilan o'simliklarning yoritilishini dalil qilib ko'rsatgan. Ondan bu ikkisiga agashtirib tuvandagi ishlarni bayon qilgan. Allah Taala haqdir. Ya'ni Allah Taolaning mavjudligida, igdorchiligida, padişahlıqda yeganidir. Allah Taala'nın mevcutluğundan başqa mevcutluk müstakil mevcutluk emas. Belki Allah Taala'nın hükümranlıqqa baş egirgan ve onun belgilemesiga boysungan mevcutlukdur. Şuna Allah Taala ularni yo'q qilishni xohlagan vaqtida darhol yo'q qila oladi. Chunki mutlaq ixtiyor ve cheksiz qudrat, shundoqla mangulik mevcutluk Allah Taala xosdir. Allah Taala o'liklarni tirildirguchidir. O hammani yo'qdan paydo qilgan ve barliq mevjudotni yaratgan zot turuqliq o'liklarni qandoqmi tirildira olmasin? Yo'qdan yaratish osonmi yoki borni asli keltirishmi? Allah Taala hammaga qodirdir. U hammaga kuch yetadigan, hech bir ishdan ojiz kelmaydigan cheksiz qudratli ilohdir. Qiyomat cho'qim bo'ldi. Allah Taala qiyomatning cho'qim bo'lganligini va'da qilgan ekan, u cho'qim amalga oshadi. Chunki Allah Taala belgilgan ish cheksiz amalga oshadi. Allah Taala qabrdagi o'liklarni hisob maydoniga to'plash uchun cho'qim terildirib chiqaradi. Mühim noktaları, kıyamet gündeki mükafat bilen ceza, bendenin yaxşılık ve yamanlıktan kılganları qarab belgilindi. İnsanın anısının qorsıqdaki teraqqiyat basqıçı Allah Taala'nın cheksiz kudretini, cheksiz ilmini ve tangdaşsız hikmetini bayan qılıp turdu. السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
kişilerinin karakteri. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. Tercümesi: İnsanlar içindeki kişilerini Allah'ın yolundan azdırış için ilimsiz, hidayetsiz ve nurluk kitapsız durup Allah doğrusunda mağruran münazirleştiren kişi var. Onunla dünyada xarlıq var. Ahirette onunla köydürgücü otun azabını etdimiz. Onunla ana şu xarlıq bilen azab senin qılmışların ve Allah'ın bendilerge zulüm qılğıcı emesliki sebebidindir, deyilir. Bazılar Allah'a şək şübhə bilen ibadet qılıdı. Eğer onunla yaxşılıq etse, o dinde xatircem turudu. Eğer onunla birer sınaq gelse, dinden yenip alıdı. O dünya ve ahirette ziyan tartıdı. Mana bu opoçıq ziyandır. O Allah'ını koyup özü hiçbir payda ziyan yetkizilmeydiğen narsalarga çoqundu. Mana bu haqiqatdan tamamen yirak bir azgınlıqdır. O paydasını göre ziyni bekrek görünüp durgan kişiге saxta mabutlarga çoqundu. O çoqungan narsa nimadige yaman dost, nimadige yaman emrah. Şeksizki Allah iman etip yaxşı amallarni qilganlarni astın östənlər yıqıb durgan cennetlerge kirgizdi. Allah haqiqatan xalığını qılıdı. Nazil buluş sebebi. Köp sanlıq müfessirler insanlar içinde kişilerini Allah'ın yoldan azdırış için ilimsiz, hidayetsiz ve nurluk kitapsız durup Allah doğrusunda mağruranı münazirleştirgan kişi var degen ayetinin Nazir ibn Haris degen müşrik adam toğırlıq nazil bolğanlıqıda birlikki kelgen. Çünkü öz vaqtida Nazir ibn Haris çirip ketken, hatta topuq aylanıp ketken ölüklerini Allah tirildirelmeydi degen küfrü sözünü qılgan idi. Tefsiri. İnsanların içinde kişilerini azdırıp özüge oxşaş, azgın qilish üçün hech qanday ilim ma'rifatga yoki hidoyatga va yoki biror nurliq kitobga ega bo'lmay turib, o'zining shundoq nadan, azg'un va abgaliqni tan olmay, Alloh taolo to'g'risida va uning sifatlari to'g'risida munozirlashgan haqqavir kishi bor. U hech qanday ilmiy asosga yoki to'g'ri tafakkurga va yoki biror dalil isbotga tayanmay turib, faqat o'zining so'z mahoratiga, sifatlariga tayanibla og'ziga kelganini so'zlaydi. Bundaq inson o'zining qanchalik cho'nqur azg'unliqda ekanligini his qilmaydi. Haqiqiy ko'r ana shunday haqiqatni ko'rmaydigan odamdir. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya'ni haqiqat shuki, ko'zlarda ko'r bo'lmaydi, balki ko'kraklardagi qalblar haqiqatni ko'rishdan ko'r bo'ladi. Chunki mundaqlar vaz nasihat qilinsa ibrat olmaydigan, cho'ngchilik qilib haqiqatni qabul qilishdan bosh tortadigan mutakabbirlardir. Va iza tutla alayhi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'annah fi uzunayhi waqra. Yani eğer onunla bizning ayetlerimiz o'qib berilsa, u go'yo uni anglamagandek, ikki qulqi eg'irlashib qolgandek takabburlik bilan yuz o'riydi. Haqiqat ustida nadonlarcha jidallashuvchilarning bu qilqi ularni oqibatini tasavvur qilib bo'lolmaydigan darajadagi cho'ng halokatlarga elib boradi. Hidoyatni hasil qilish shunchalik o'ng'ay. Haq so'zni anglash va qabul qilish o'zining xohishi ostida tursimi, cho'nglik qilib undan yuz o'rganlar azg'unlik ketib qoldi. Ularning tanlab olgan yo'li nima degan yomon. Bundaqlarga bu dunyoda yetkichi xo'rliq,
rasvolik va halokat bor. Qiyomat kunida bo'lsa, ularning bu dunyodagi cho'ngchiligi, hakovurligi sababli ularga qattiq azobni tekitamiz. Bu ularning bu dunyoda qilgan yomonliklariga yetarlik munosib jazodir. Chunki Alloh taolaning adolati zolimlarni, gunohkorlarni jazolashni, yaxshilarni mukofotlashni taqozo qiladi. Valillahi ma fis samawati va ma fil ard liyajziyallazina asa'u bima amilu va yajziyallazina ahsanu bil husna. Ya'ni osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasi Allohningdir. Alloh yomon ish qilganlarni qilmishlar qarab jazolaydi. Yaxshi ish qilganlarning mukofotlarining eng yaxshisi bo'lgan jannat bilan mukofotlaydi. Alloh taolo amallarga qarata jazo yoki mukofot berishda bandlarga hargiz uvol qilmaydi. Hech kimning mukofotini azaytib, jazosini ko'paytirib etmaydi. İnsanlardan yana bir turkum kishilar borki, ularning ishi ham ajablanarli bo'lib, ular Alloh taologa shak shubha bilan ibodat qiladi. Shunga ularning qilgan ibodatlarda ixlos yoki sadoqat deydigan narsa bo'lmaydi. Chunki ular ibodatni dili bilan emas, faqat og'izdan qiladi. Ular islom to'g'riliq hamisha shundoq ikkilanish, shak qilish bilan yashaydi. Ular dal munofiqlar bo'lib, ularga g'animat yoki boylik va yoki bola chaqada barkat degandek biror yaxshilik yetsa, ular islom dinidan xushal bo'ldi. Aqidasida xotirjam bo'lib turdi. Agar ular biror balo-ofatga uchrash yoki mol dunyosining kemishi va yoki qandoqli biror ziyon zahmat tortish qatorliq ishlar bilan sinalganda darhol islomdan yuz o'riydi. Alloh taolodan norozi bo'lib gadankashlik qiladi. Bundaqlar dunyo va oxiratda ziyon tortquchilardir. Ularning oxiratdagi ziyni jannatdan yiroq qilinish va do'zaxga tashlanishdir. Chunki beshiga kelgan ko'ngilsizliklarga va ziyon zahmatlarga sabr qilib, Alloh taoloning taqdiriga rozi bo'lmaganlar tartgan bu jafo mushaqqatlar uchun savobga erisholmaydi. Bu holat Alloh taoloning taqdiriga taqsimotiga rozi bo'lib, uningga shukr qiladigan mo'min odamning holatidan aksicha holatdir. Chunki bundaq mo'minlar tartgan jafolarning badliga savob topadi va oxiratda mukofotlanadi. Ammo yuqorida ahvoli bayon qilingan baxtsizlar ne mukofotga, ne jannatga loyiq bo'lmaydi. Ularning joyi do'zax bo'ladi. Mana bu eng cho'ng ziyon va ochiq ozg'unlikdir. Bu yerda sifatlar bayon qilingan kafirlar bilan munofiqlar ibodat qilishga tegishli bo'lgan ulug' Alloh taoloni qo'yib, cho'qinsa qilch foyda yetkazolmaydigan, cho'qinmasa qilch ziyon yetkazolmaydigan, cho'qinmadi deb jazolay olmaydigan narsalarga va shaxslarga cho'qingan aqlsiz maxluqlar bo'lib, ular ma'budlarga cho'qindiyu, ammo u ma'budlar ularning hojatlarini ravo qila olmaydi. Ularning cho'qingan narsalari nima degan yomon do'st, nima degan yomon amirlar, ammo insonlarning hammasi yuqorida bayon qilmaganlardek emas. Balki Alloh taolaning birligiga e'tiqod qiladigan va uning o'ziga ibodat qiladigan mo'minlar eng baxtli kishilardir. Alloh taolo mo'minlarning yaxshi amallarining mukofotini to'liq beradi. Ularning mukofotini eng yaxshi amallar qatorida berdi. Alloh taolo iymon etgan, iymonida rostchil bo'lib ixlos bilan va shu iymonining taqozosi bo'yicha yaxshi amallarni qilgan mo'minlarni qasrlarining va dal-daraxtlarning ostidan o'stanlar eqib turadigan nozik ne'matlik jannatlarga kirgizadi. Ular jannatlarda mangulik ne'matlandi. Alloh taolo mutlaq ixtiyor egasidir. U xohlaganini qiladi, itoatmanlarni izzatlaydi, osiylarni jazolaydi. Muhim nuqtalari. Bilmagan narsa ustida munozirlashadiganlar ahmoqlar bo'lib, ular jaholat patqoqlarda va nodonlik tumanlarda xudini yo'qotganlardir. Özünü çoğ sanaş, başkalarını ko'zga ilmaslik eng qabih axloqsizlik bo'lib, islom nazarida eng cho'ng gunohlardan sanıldı. Mutakabbirlarni Alloh taolo xar qilmaydi. Dinda shak qiluvchilarning ibodatlari qabul bo'lmaydi. Chunki bundaqlarning iymoni durust emas. Alloh taolo payg'ambariga yordam qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. Tərcümsi, kimki Allah peyğəmbərə dünyada və axirətdə hərgiz yardım verməydi deb o'ylaydigan, o to'g'risiga arg'am silib bo'g'ilib olsin. Ondan qarab baxsin ki, uning bu qilqi g'azabni basa olamidigan. Biz Qur'onni mana shunday ro'shan oyatlar qilib nozil qildik. Haqiqat shuki, Alloh xohlagan odamni hidoyat qiladi. Bu oyatlarning oldingi oyatlar bilan bo'lgan munosabati
Aldınғы ayetlerdeki bayanlar Allah Teala hakkında, onun sıfatları hakkında hiç nersini bilmeyi durup münazirleşmişler ve Allah Teala ibadet kılışını dünyalık menfaatlerine bağlayırlar üstü. Bu ayetler Allah Teala'nın Peygamber Aleyhisselam'a yardım kılışıdan işsiz kılıp açıktan cini çıkarganlar hakkında toxtalgan. Bu ayetler çıkmaslarını eğer ölü biliş bilen açıkını basalasa ölü bilişki çakırgan. Tefsiri Allame Zemahşeri Keşşaf namlıq tefsirde Men kana yazunnu en len yensurahullahu fid dunya vel ahireti felyemdud bisebabin ila semai summel yaqta' felyenzur hel yüzhibenne keyduhu ma yagiz degan ayetni mundaq tafsir qildi. Allah Taala payg'ambarga dunyo va oxiratda cho'qim yordam beradi. Allah'ın payg'ambariga hasad qilayotgan va uning dushmanlik qilayotgan kofirlarning ichidan Allah Muhammadga yordam qilmaydi deb gumon qilganlar, Allah Taolaning uningga yordam qilganligiga qarta ochiqlanayotganlar hargiz murodiga yetolmaydi. Ular ochiqni besish uchun qo'lidan kelganini qilsin. Ochiqi yana besilmasa, uyining to'g'risiga arg'amchi silib, uningga eslib o'lib olsin. Ular o'ylab baxsinki, ular shunday qilgan taqdirdami, ularning bu qilgani Allah Taolaning yordamini Muhammad alayhisolamdan hargiz to'sib qololmaydi. Bu ayetler İslam davetinin yolunu to'sish uchun bütün kuchi bilan urinayotgan islom dushmanlarining yomon niyatlarini pachoqlab tashlagan va ularning hargiz murodiga yetolmaydiganligini jakarlagan. Allama Qurtubi mundaq degan. Bu oyatning ma'nosi haqida aytilgan so'zlarning eng yaxshisi shuki, kimki Alloh taolo Muhammad alayhisolamga dunyoda va oxiratda hargiz yordam bermaydi deb o'ylaydi ekan. Alloh taoloning payg'ambar alayhisolamga yordam qilayotganligini ko'rib, uning ko'ngli siqilib ketgan bo'lsa, osmonga chiqish yo'li topa olsa, osmonga chiqib ketsin. Ondan agar qo'lidan kelsa, payg'ambar alayhisolam kelgan yordamni to'sib olsin, qarab baxsinki, uning bu hiyla mikri uning g'azabini va ochiqni basa olam degan. Demakki, Muhammad alayhisolamga kelayotgan nusratni va yordamni to'sib qolishga urinayotganlarning hiylasi foyda bermagan bo'lsa, ular shuni bilsinki, ular Alloh taolaning yordamini qat'iy to'sa olmaydi. Şu aniqki Allah Taalaning o'zining dinini tamomlovchi, payg'ambarni qo'g'dog'ichi, unga yordam qilg'uchi, uni kishilarning suiqasdidan saqlovchi va unga ro'shan oyatlarni nozil qilg'uchi zotdir. Biz ulug' dastur Qur'on Karimning barliq oyatlarini shunday ro'shan va ochiq oyatlar qilib nozil qildik. Alloh taolo iymon etishga o'zida moyillik va hozirlik bo'lgan kishilarni bu oyatlar bilan hidoyat qiladi. Chunki aqlini ishlatib to'g'ri tafakkur qiladigan odam Qur'on Karimning ro'shan oyatlari sayesinde albatta hidoyat topadi. Muhim nuqtalari. Alloh taolo haq dinning homiysi bo'lib, uni cho'qim qo'g'daydi va insonlarning qalbida ta qiyomatgacha parlatadi. Islomdan boshqa din tutqanlarning dini Alloh taolaning nazarida qat'iy qabul bo'lmaydi. Alloh taolaning adolati va qudratining dalillari. Bismillahirrohmanirrohim. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Tercümesi, şeksizki müminler, Yahudiler, yıldızlarga çokunğuşlar, Hristiyanlar, ateşperestler ve müşrikler arasında Allah kıyamet günü hüküm çıkardı. Şeksizki Allah hemen dersini toluk görüp durgucudur. Bilmemsen ki, asmandikiler, zimindikiler, gün, ay yıldızlar, tağlar, daraxtlar, hayvanlar ve insanlardan nurguni Allah'a secde kılıdı. Yine nurguni küfürlü kılıp azapqa layık oldu. Allah har kılgan adamını hiç kim aziz kılalmaydı. Şeksizki Allah halığını kılıdı. Tefsiri Allah Taala özü xalagan adamni hidoyatga boshlaydi. Chunki u kimning hidoyat tepib, yaxshi yo'lda mangdiganligini, kimning azg'unlikni hidoyatdan afzal ko'rib, azg'unlikda ching turdiganligini va har kimning ko'ngil moyilligini obdan biladi.
alloh taolo jimiy maxluqot ustida adolat bilan hukm qiladi, hech kimga qilch uvol qilmaydi. Zarrachoqliq yaxshiligi bor odamga shu yaxshiligining mukofotini berdi. alloh taologa, uning kitoblariga va oxirat kuniga chin ishonganlar haqiqiy mo'minlar bo'lib, ular muhammad alayhissalomga va barliq payg'ambarlarga iymon etdi. ular la nufarriqu bayna ahadin min rusulih, ya'ni biz iymon etishda allohning payg'ambarlarining hech birini ayirib etmaymiz degan prinsipida ching turdi. Yahudiler Musa Aleyhisselam'ın kavmi bulup, ular onun dinini özgertip etken ve özlerinin desturu bulgan Tevrat'ın tekstlerini başka sözlerle almıştır etken. Eğer ular rastla Musa Aleyhisselam'ın ümmeti bolsaydı, onun dinine sadık bolgan, Tevrat'ını qoğdugan ve İsa Aleyhisselam ile Muhammed Aleyhisselam'a iman etken boladı. Mecusiler otqu çoqunğuçlar bulup, yaxşılıq ilahi ve yamanlıq ilahi deb iki ilahqa itiqat qılğıçlardır. Ular alemnin asli ikki bulup, biri nur, yeni biri qarang'uluq deb itiqat qılıdı. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a erişkenler bulup, ular onun dinini özgertip etkenlikin, onu ilah deb algan. Eğer ular rastlı İsa Aleyhisselam'a iman keltirgen kişiler bolsaydı, ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a mı elbet iman etken boladı. Çünkü ular itiqat qılıdığan Tevrat ve İncillarda Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber bulup kildiğanlığı hakkında bişaretler kelgen. Müşrikler Allah Taala'nı koyup butlarga çoqunduğan yoki Allah Taala'ga ibadet qilish bilan birga butlarni Allohga yaqinlashtirdi degan e'tiqod bilan butlarga çoqunduğan qavmdir. Allah Taala qiyomat kunida yuqorqi firqalarning orasida ayrim hukm chiqardi. Allah Taala'nın ularning orasida chiqargan hukmi cho'qim adolatli bo'ladi. Chunki Allah Taala'nın nazarida hamma millat va hamma ummat o'xshashdir. Faqat Allah Taala'ga iymon etgan va taqvolik qilganlar uning dargohida hurmatga erishadi va jannatga kirishga loyiq bo'ladi. Bilmamsanki, osmondagilar, zamindagilar, kun, oy, yulduzlar, tog'lar, daraxtlar, hayvonlar va insonlardan nurg'uni Allohga sajda qiladi. Ya'ni osmonlardagi farishtalar, zamindagi insonlar va har qanday mavjudot, shundoqla oy, kun, yulduz, tog', dal-daraxt qatorliqlarning hammasi ixtiyoriy va majburiy holda Alloh taologa bo'ysundi. Allohga sajda qiladi degan oyatdagi sajdadan mutlaq bo'ysunish ko'z tutilgan bo'lib, mavjudotlarning Alloh taoloning boshqarish ekanligini va Alloh taoloning irodasi bo'yicha harakat qilganligini ifodalaydi. Chunki Alloh taolo qandaqli bir narsani yaratmoqchi bo'lganda, uniga bo'l deydi-da, u shu hamon barliq kiradi. Alloh taoloning boshqarish va idora qilish ishlarimi ana shundoq chaqmoq tezligida bo'ladi. Demak, barliq mavjudot ixtiyoriy va majburiy holda Alloh taologa bo'ysundi. Chunki hamma Alloh taoloning irodasi, taqdiri va xohishi bo'yicha harakat qiladi. Mana bu ularning Alloh taologa bo'ysunganligidir. Salayda çıkmam gerekti de. Salayda bunu sizin çıkarsın kendi çıktanma. Falan.
o'zining kufrligi, asiyligi va fosiqligi tufaylidan Alloh taolo tarafidan baxtsizlar qatoridan ezilib ketganlarni hech kim baxtli qila olmaydi. Alloh taolo xar qilgan odamni hech kim aziz qila olmaydi. Shuningdek, Alloh taolo aziz qilgan odamni hech kim xar qila olmaydi. Chunki Alloh taolo xohlaganini amalga oshirguchidir. Uning belgilamasini va chiqargan hukmini bekor qilib o'toladigan yoki amaldan qoldira oladigan hech qanday kuch yo'qdir. Podshohlik va madiya Alloh taolo xosdir. Alloh taolo hammaga qodirdir. Mühim nöqtələri. Cimi məxluqat özlərinə xas keyfiyyəti bilən Allah Taala səcdə qıldı və onu ulug'lab mədhiyələydi. Kainatdakı hər qandaq narsa Allah Taala'nın xahişiga boysunduğan bo'lib, uning xalqini bo'yicha harakat qiladi. Faqat bir qism insonlarla Allah Taalaga asilik qiladi. Bundaqlarning jazosi qiyomat kunida berildi. Kafirlarning jazosi va mu'minlarning mukofoti. Bismillahirrahmanirrahim. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. Tercümesi. Bu Rabbi doğrusu cidalleşken kafirler bilen müminlerin ibaret iki farkıdır. Kafirler otun kiyimler biçilir. Kafirlerga otun kiyimler biçilir. Ularning başları üstünden yuqori hararetli qaynoq suv quyildi. Ona bilan ularning iç bag'ri va terileri eritildi. Ular temir toqmoqlar bilan urildi. Her qachon ularga qayg'uning qattiqligidan do'zaxdan chiqish urinsa, ular do'zax qaytiriladi va ularga ko'ydiruvchi azobni tetinglar deyiladi. Sheksizki Allah iman etib, yaxshi amallarni qilganlarni aslida o'stanlariga qitadigan jannatlarga kirgizdi. Ular jannatlarda oltin bileziklar va marvoyitlardan yasalgan zinnat buyumlarini taqaydi. Ularning kiyimi ipakdan bo'ladi. Ular dunyoda yaxshi so'z, kalima tayyibaga yetaklangan va mariyaga loyiq Allohning yo'liga hidoyat qilingan edi. Nazil bo'lish sababi İmam Muslim Qays ibn Ubadah radhiyallohu anhudan rivoyat qilib, Abu Zar radhiyallohu anhuning bu Rabbi to'g'risida jidallashgan kafirlar bilan mu'minlarning iborat ikki firqadir degan oyat Badri urushi bo'lgan kuni urush maydoniga hozir bo'lganlar haqida nazil bo'lgan deganligini rivoyat qilgan. Ular sahobalardan Hamza, Ali va Abu Ubayda qatorliqlar, kafirlardan Utba, Shayba va Valid qatorliqlar edi. Bu rivoyat Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan kelgan bo'lib, uningda mazkur oyatning Madinada nazil bo'lganligi ta'kidlangan. Gerçi bu oyat Badr urushiga qatnashgan mu'minlar va kafirlardan iborat ikki firqa haqida nazil bo'lgan bo'lsa-mu, oyatning ma'nosi umumlikni ifodalaydi. Chunki bu oyat ta qiyomatgacha davomlashadigan mu'min va kafir ikki firqaning oqibatini bayon qilgan. Allama ibn Jarir Tabari mundaq degan. Bu oyat haqidagi eng to'g'ri so'z shuki, bu oyat barliq kafirlarni va barliq mu'minlarni o'z ichiga oladi. Chunki Alloh taolo bundan ilgari itoatchan mu'minlar bilan azobga tegishli bo'lgan gunohkorlardan iborat ikki firqani bayon qilgan. Tafsiri. Bu Alloh taoloning zoti va sifatlari to'g'risida bir-biri bilan jidallashgan. Hatto o'zaro dushman bo'lishib yo'li ayrilgan ikki firqaning bayoni bo'lib, bu ikki firqa kishilari bir-biridan alohida farqlanib turadi. Bu ikki firqaning biri azg'unlikning vakillari bo'lgan kafirlar, yana biri haqiqat tarafdorlari bo'lgan mu'minlar bo'lib, kafirlar do'zaxda, mu'minlar jannatda bo'ladi. Chunki
Алдыңқысы Аллах Тааланы, пайғамбарларны ва ахирет күнін инкар қылыдыған, иман етішіп ұлымыған капырлар пірқісідір. Кейінгісі Аллах Таалаға, пайғамбарларға ва ахирет күніге иман етқан мүмінлер пірқісідір. Kapırlar pırqısıga qiyomat kuni o'tdan yasalgan kiyim kiygizildi. Yana bir oyatda sarabiluhum min qatiran va dakhsha wujuhahumun nar. Ya'ni ularning ko'ngligi qatiran, ya'ni qarmaydin bo'ladi. O't ularning yuzlarini o'rib oldi deb kelgan. Ularning boshlarining ustidan qaynoq suv qo'yiladi. Ularni o'rib olgan azob nima degan qattiq? Ularning ustiga to'kilgan qaynoq suvning haroratidan ularning uchaylari va barcha a'zolari kuyib erib ketadi. Başlarına qarmoqlari, tömür toqmoqlar bilan uriladi. Ular do'zaxdagi bu qattiq azob va tugmas ham qayg'udan xalos bo'lishning yo'lini izlab, do'zaxdan qochib chiqib ketishga urinsa, qattiq qo'l farishtalar tarafidan do'zaxga qaytarilib turdi. Ular tegishli jazosini ana shundaq tortdi. Ularga ko'ydirguchi azobni tetinglar. Chunki sizlar qilmishinglar tufaylidan uni tegishli bo'ldinglar deyiladi. Endi mo'min bo'lgan firqaga kelsak, ular Alloh taologa, onun peygamberlerine ahiret günüge iman keltirgen kişiler bulup, Allah Teala ularını kasırlarının aslının östenler ekip durduğun isil cennetlere kirgizdi. Ular cennetlerde keng taşan nimetlerdi. Östenlerinin lezzetlik suyunun içidi. Cennette ular sap ipekten tokulgan kiyimlerini kiydi ve altından, mervaydan yasalgan zinetlik buyumlarını kıymetlik marjallarını takaydı. Yukarıkılar cennetteki nimetlerini kişilerin aklıga yakınlaştırış için keltirilgen bayanlar bulup, cennetlerde көз көріп бақмаған, құлақ аңлап бақмаған ve hiç kim xiyal keltirip bakmagan nazlı nimetler var. Ularını təsvirləb buluş qiyin. Müminlərinin bundaq esil mükafatlarga erişişi əcəbnərlik emas. Çünki ular dünyadakı çağda kelime teyyibədən ibarət yaxşı kelimege, yaxşı əməlge yeteklənən ve Allah Taala'nın diniga hidayət qılınğan kişilərdir. Ey Allah, bizni şularning qatarından qılğın. Bizni ular bilan bizga birga həşir qıldırıb, şular bilan birlə cənnətlərdə buluşqı nisib qılğın. Amin. Muhim noktaları. Müminler bilen kapırlar itiqat cihetin her zaman ve her joyda ziddiyet içinde yaşaydı. Bu iki taraf otursa da ta kıyametkiçe davamlaştıran mengülük ziddiyettir. Bedir uğruşta müminlerinin vekilleri bulgan Ali, Hamza, Ebu Ubeyde qatarlıq sahabilerge karşı kapırların vekilleri bulgan Utbe, Rabiye ve Şeybe qatarlıqlar meydana düşken bulup, müminlerinin vekilleri kapırların vekillerini naq meydanda öldürüp mağlup kılgan. Ahirette terilish aqidasi barliq payg'ambarlar ta'kidlab kelgan o'rtaq aqidadir. So'zlarning eng yaxshisi, eng go'zali va eng ulug'i kalima tayyibadir. Kishilarni masjidi haramdan to'sgan kofirlarning jazosi. Innallazina kafaru va yasudduna an sabilillahi wal masjidil haramil-lazi ja'alnahu lin-nasi sawa'al 'akifu fihi wal bad. ومن يرد فيه بالإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. Tercümesi, şeksizki kabirlarga, insanlarını Allah'ın yoldan tosqıçılarga, meyli olduruşluk bolsun, yoki sırtdan kelganlar bolsun, biz insanlarga ortaq ibadetgah qılgan Mescidi Haramdan tosqıçılarga qattiq azap var. Kimki Mescidi Haramdan zulüm bilen günah qılmaqçı boldu eken, onuğa dertlik azapını tetdimiz. Biz öz vaqtida İbrahimga Beytullahning o'rnini tayinlab berib, uning aytdiki, "Men hech narsani shirk keltirmagan. Tavob qilg'uvchilar, qiyomda turuvchilar, ruku qilg'uvchilar va sajda qilg'uvchilar uchun mening uyimni pok tutgan." Tafsiri. Alloh taolaning uning payg'ambarini va oxirat kunini inkor qilgan kofirlar kishilarni hamisha Alloh taolaning dinidan to'sadi. Öz vaqtidagi arab mushriklari kishilarni Muhammad alayhissalomga kelgan islom dinidan to'satdi. Ularga tahdid soladi va islom diniga qarshi bozg'unchiliklarni qiladi. Bu mushriklar kishilarni islom diniga kirishdan to'sgandek, mu'minlarni Masjidi Haramga berib namoz o'qishdan to'satdi. Ular o'z vaqtida payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalom sahobalar bilan birlikda Madinadan umr qilish uchun Makkaga yaqinlashib kelganda, Hudaybiya degan joyda ularni Masjidi Haramga kirishdan to'sgan edi. Alloh taolo Masjidi Haramni barliq mu'minlar uchun ibodat öyi qilib bergan bo'lib, mayli Makkalik bo'lsin yoki sirtdan kelganlar bo'lsin, har qanday bir musulmon uchun amonlik joyi, ibodat va tavob qilish o'rnidir. Masjidi Haramning musulmonlarning qalbidagi o'rni intayin yuqoridir. Kimki Masjidi Haramda uning hurmatini saqlamay gunoh qiladi ekan va kishilarga zulm qiladi ekan, Alloh taolo uning qattiq azobini tetdi.
Allah Taala Məscidi Haram to'g'riliq maxsus belgilama turg'izgan bo'lib, bu muqaddas joyda gunoh qilish, kishilarga yomonlik qilish, zulm qilish qatorli qilmishlarning jazosi haslab qattiq bo'ladi. Ahvol bundaq ekan, mayli Masjidi Haramda bo'lsin yoki haram sirtida bo'lsin va yoki haramning huddi chegarasi ichida bo'lsin, gunoh masiyat sodir qilish, kishilarga zulm qilish og'ir gunohdir. Jazosi haqiqatan qattiqdir. Gunoh qilish va zulm qilish garchi hamma yerda cheklangan bo'lsa-mu, Masjidi Haramda uning chegarasi ichida qilingan gunoh va zulmning jazosi haqiqatan og'ir bo'ladi. Ahvol bundoq bo'lgan yerda kishilarning Alloh taoloning dinidan va Masjidi Haramda ibodat qilishni to'squvchilarning holi nima bo'lmoqchi? Bu haqiqatan og'ir gunoh va cho'ng yo'lsizlikdir. Uning jazosi hargiz yenik bo'lmaydi. Ey payg'ambar, kishilarga shuni bayon qilib berganki, o'z vaqtida biz payg'ambarlarning pishvasi Ibrohim alayhissalomga Masjidi Haramning o'rnini bekitib berib, uni va avlodlarini Alloh taologa hech kimni shirik keltirmay xolis ibodat qilishga buyurgan edik. Shundaqla Ibrohim alayhissalomga Alloh taoloning uyi bo'lgan Masjidi Haramni tavob qilguvchilar, unga namoz o'quvchilar, e'tikof qilguvchilar va ibodat qilguvchilar uchun uni hamisha pok-pokiz tutishni tavsiya qilgan edik. Bu aslida Ibrohim alayhissalom qilgan cho'ng iltifot edi. Chunki insoniyatning Alloh taologa ibodat qilish uchun bino qilingan tunji ibodat uyi bo'lgan Masjidi Haramning xizmatini qilish sharfi tunji bo'lib Ibrohim alayhissalomga nisb bo'lgan. Ibrohim alayhissalom Masjidi Haramda Alloh taoloning o'ziga ibodat qilib o'tgan ulug'lik payg'ambar edi. Ammo mushriklar o'zlarini Ibrohim alayhissalomning diniga varislik qiluvchilarimiz va uning naslidan kelganmiz deb turib, Ka'baning ichiga yuzlarcha butlarni chizib o'tgan edi. Mushriklarning butlarga cho'qinish, Masjidi Haram kirmoqchi bo'lganlarni uningdan to'sish va haqqa qarshi turish qatorliq qilmishlari haqiqatan cho'ng zulm va hadini oshgan yo'lsizlikdir. Muhim nuqtalari: insonlarni Alloh taoloning yo'lidan to'sish, masjidlarni ma'ni qilish va kishilarga zulm qilish eng kechirilmas jinoyatlardir. Chunki bunda qilg'ishlar Alloh taologa qarshi urush e'lon qilganlar bo'lib, ularning eng ibratli shaklda jazosini tortadi. Makka butun musulmonlarga oid shahar bo'lib, ularni uningga kirishni to'squvchilar haqiqatan zolimlardir. Haramda sodir qilingan gunoh masjidlarning jazosi haslab og'ir bo'ladi. Masjidi Haramni va xususan Ka'bani har vaqt yuvib tozalab, buzilgan yerlarni remont qilib turish musulmonlarning ustiga farzdir. Ibrohim alayhissalom bu ishlarning ulgisidir. Hajning farz qilinishi. Bismillahirrohmanirrohim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليتوفوا بالبيت العتيق. Tarjimasi: kishilarning orasida ularni hajga chaqirib nido qilgan. Ular piyoda va uzun safarlar uchun tayyorlangan o'ruq to'ygilarning ustida yiroq yo'llarni besib sening qishingga keladi. Ular haj jarayonida o'zlariga tegishli bo'lgan dunyo va oxiratlik manfaatlarni ko'rsin. Belgilangan qurbonlik kunlarda Allah ularga rizq qilib bergan chorva mollarni Allohning ismini aytib bo'g'izlasin. Sizlar qurbonliklarning go'shidan yenglar, qiyin ahvoldagi muhtojlarga beringlar. Andan ular badanlaridagi kirlarni tozalasin, o'z ustiga olgan ibodatlarni ado qilsin, qadimiy uy Ka'bani tavob qilsin. Bu oyatlarning oldingi oyatlar bilan bo'lgan munosabati. Oldingi oyatlarda kofirlarning kishilarni Alloh taoloning dinidan va Masjidi Haramdan to'sqanlik so'kilgan va ularning jazosi bayon qilingan bo'lib, bu oyatlarda Masjidi Haramning ulug'ligi, hojilarning haj jarayonida qilishga tegishli amallar bayon qilingan. Tafsiri: Allama ibn Jarir Tabari ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini bayon qiladi. Ibrohim alayhissalom Ka'bani bino qilib bo'lgandan keyin Allohdan uningga kishilarni hajga chaqirib nido qilgan deb vahiy kelgan. İbrahim alayhissalom o'zlari aytib, "Ey Rabbim, mening ovozim hamma insonlarga qanday yetib bordi" deganda, Alloh unga "Sen chaqirgin, sening ovozingni yetkazish mening ishimdir" degan. Shuning bilan Ibrohim alayhissalom Makkadagi Abu Qubaysga chiqib turib, "Ey insonlar, Alloh sizlarni bu Ka'baga kelib haj qilishga buyurdi. Shunday qilsanglar, Alloh sizlarni jannatga kirgizdi va do'zaxdan saqlab qoladi. Kelinglar, haj qilinglar" deb chaqiriq qilgan. Bu chaqiriqni otlarning pushtida va onlarning balyatqularida bo'lgan insonlarning hammasi anglagan. Ta qiyomatgacha haj qildiganligini Alloh oldin belgilab o'tgan. Mo'minlar bu chaqiriqni qabul qilib,
Lebbeyk Allahumma lebbeyk. Yani ey Rabbimiz senin çağırğınğa hazırmız. Biz hazırmız deb cevap bergen. Tarih o'tabari. Ey insanlar, Allah sizlarni bu Ka'baga kelib haj qilishga buyurdi. Shunday qilsanglar, Allah sizlarni jannatga kirgizdi va do'zaxdan saqlab qoladi. Kelinglar, haj qilinglar deb chaqiriq qilgan. Bu chaqiriqni atlarning pushtida va onlarning balyatqularida bo'lgan insonlarning hammasi anglagan. Ta qiyomatgacha haj qildiganligini Allah oldin belgilab o'tgan. Müminler bu chaqiriqni qabul qilib, lebbeyk Allahumma lebbeyk. Yani ey Rabbimiz, senin çağırqınğa hazırmız, biz hazırmız deb cevap bergen. Ey İbrahim, kişiler haj qilishning farz bo'lib belgilanganligini uqtirgan. Kişilerge haj qilishning farz bo'lib belgilanganligini uqtirgan va ularni haj qilishga da'vat qilgan. Tunji ibodat uyi bo'lgan Ka'bani tavob qilish ve haj ibadatini ado qilish uchun keldiganlar sening ovozingga ovoz qo'shgan holda piyoda uruq degan uruq bo'lib qolibdi. Uruq to'ylarga minib keladi. Uzun uruq to'ygilar uzun yo'llarni besib yiroq joylardan sen chaqiriq qilgan haramga keladi. Hazır qatnash qurollari taraqqiy qilganlikdan hajga berib kelish ishlari o'ng'aylashgan bilan o'tmishlarda kishilar ot uloqlarga minib, hayotini xatarga etib, uzun yo'llarni besib, yiroq joylardan keladi. Ular nima uchun shunchalik ko'p jafolarni tatib keladi? Buningdagi sir shuki, kishilarning qalbi Alloh taoloning beyti bo'lgan ulug' Ka'baga talpindi va uni orzu qilib turdi. O'z vaqtida Ibrohim alayhissalom Alloh taoloning amriga asosan ayoli Hajar bilan o'g'li Ismoil alayhissalomni Makkadan iborat qaqasliq joyga o'rlashtirib qo'yib ketgan ve Allah Teala'ya iltica qilib fec'al afideten minen nasi tahvi ileyhim. Yani insanlardan bir kısmının dillerini onlarga mail qilgan deb tilgan. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ın duasını icabet qilib bir türküm kişilerin Hajar bilan Ismoilni panah tartib kelishini ve ular bilan qo'shni bo'lib o'tirishini irada qilgan. Shuning bilan Makka avatlashib odam yerlashadigan joyga aylangan. Allah Teala müminlerinin qalbida Beytullahni ziyorat qilishdan iborat o'tni yondirib o'tgan bo'lib, haramga berish har qanday bir musulmonning yuksak armondir. Shunga ular haramga berish yo'lida barliqini ataydi. Mol dunyosini xarj qilishdan va yo'lning azobidan qo'rqib qolmaydi. Bir umr hajlamay yiqqan mol dunyosini ikkilanmay haj safariga hajlaydi. Dunyoda sayohat shirkatlari kishilarni sayohat o'rinlari qiziqtirish uchun tashviqot vositalariga nurg'un pul hajlab e'lonlarni beradi. Ba'zi shirkatlar e'longa shuncha ko'p pul hajlabmi, yanıla kishilarni qiziqtira olmay ziyon tortadi. Ammo musulmonlarni haramga kelish uchun rag'batlantirishga yoki qiziqtirishga va yoki e'lon berishga hojat yo'q. Chunki ularni Ibrohim alayhissalom chaqirgan. Alloh taolo ularning qalbiga haramning ishtiyoqini silib etgan. Ko'ryapmizki, dunyoning har qaysi joylaridan kelgan hojilar Makka va Madinadan iborat ikki haram zaminda to'plashadi. Natijada ular o'zlarining dunyolik va oxiratlik manfaatlarini ko'radi. Hojilar bu muqaddas joylarda ko'proq ibodat qilish fursatiga erishib, oxiratlik uchun nurg'un savobga erishgan sirtida so'z-sidq ishlar bilan shug'ullanib, dunyolik foyda manfaatlariga erishadi. Ammo hojilarning haj jarayonida hosil qilgan oxiratlik manfaatlari dunyolik manfaatlarga solishtirib bo'lmaydigan darajada qimmatli manfaatlardir. Haj islomiy cho'ng qurultoy bo'lib, bu qurultoyga dunyoning har qaysi joylaridan nurg'ulg'an kishilar kelib, har yili Zulhajja oyining 9-kuni Arafotdan iborat muqaddas joylarda to'plandi. Ular bu joyda Alloh taologa tavba qilib, gunohlardan poklandi. Uning rahmatiga erishdi. O'zining ma'naviyatini yuksaltirdi. Bu jarayonda musulmonlar orasida birlik, inoqlik va diniy qarindoshlik o'z ifodasini topadi. Ular bu diniy qarindoshlikning go'zal ma'nolarini his qiladi.
Haj qilish fursatiga nail bo'lgan odam hajning rasululloh dunyo va oxiratlik manfaat ekanligini his qiladi. Chunki ular uyidan otlanib chiqqandan boshlab toki uyga qaytib borg'uchilik Alloh taoloning yo'lida uning ibodatida bo'lgan bo'ladi. Andan barliq jafo mushaqqatlarni uzr halovat bilgan holda jafoliq haj ibodatini ado qilish orqali nurg'un savob topadi va gunohlardan yuyilib pok bo'ladi. Mana bu hajning oxiratlik foydalaridir. Endi hajning bu dunyolik foydalariga kelsak, Alloh taolo haj farzini ado qilish yo'lida sarf qilgan pul molga haslab barakat ato qilib, uni to'liqlab berdi. Masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Yani Allah yolda pul milini sarf qilganlardan sarf qilgan narsi 7 başaq chiqargan ham har başqada 100 taldan tutgan bir tal urug'ga o'xshaydi. Bundan boshqa ba'zi hojilar sot sit qilish orqali bu fursatda pul tepib oladi. Hatto ba'zi haj qilish yo'lida sarf qilgan pul mildan ko'proqini topadi. Bu Alloh taolaning ularga ato qilgan fazli va barakatidir. Yana bir amaliyat shuki, hozirgacha birovning haj qilish uchun pul xarj qilib kambag'al bo'lib qolganligini anglamadik. Hajlar haj jarayonida o'zlarini emas, balki boshqalarni manfaatlantirdi. Ular ikki haram zaminga pul mol bilan keladi. O joylardagi faqirlarga, yetimlarga va yo'qsullarga xayr saxovat qiladi. Haj ibodatlarini o'rinlash jarayonida sodir qilgan ba'zi xatoliklar uchun qon qilib, mol bo'g'izlab, uning go'shidan o'zi yemay Makkaning faqirlarga beradi. Bundan boshqa yana nurg'ulg'an xayr saxovatlarni shularga qiladi. Bunun bilan bergüchi ve algıcı hemmimiz İslami qarindoshlikni ta'min etdi. O'tirsidagi do'stlik kuchaydi. Ular haj ibadati o'rinlanayotgan bu kunlarda Alloh taolaning ne'matlariga ko'plab shukr qilib, uni yod etadi. Oyatda hajlarning qurbonlik qilishi Alloh taolaning yod etish deb ta'birlangan. Chunki qurbonlik qilganda qurbonlik mol Alloh taolaning ismini atab bo'g'izlandi. Bundan boshqa qurbonlikdan bo'lgan asosli maqsad Alloh taolani rozi qilish. Bu orqali uningga yaqinlik hosil qilish va uning nomini ulug'lashdir. Bu ibodatlar bilan haqiqatan ko'ngillar aram topadi. Qalblar iymon nuriga to'ladi. Bugungilik mushunchalik bo'lsin. Vazifalar.
Uf. Sonunda. Uh-oh. What is this? Aman Allah'ım yarabbim. Ne bu ya? Tasım bir.